Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beriga xush keldingiz. Hozir diqqatingizga sunadiganim Chimangul Avudning Ma'shuq nomli she'ri. Bitaqat bir ayol bo'lsam bo'ladi. Chochlaringni yulib turib seni suygidek. Kashmishlar orasida burunqidakla. Maydamni karginimcha mag'rur turg'idek. Yig'long'u bir ayol bo'lsam bo'ladi. Sen manga varqirasang muhabbat bilan. Bahardek paslayting yomg'irni elib, tikanlar orasida yalpinsa chima. Kulgunchak bir ayol bo'lsam bo'ladi. Kulib ketading jinim sen tiliqib. Uyquluq holatingga men amroq edim. Tiniqinga yuzimni tutatdim qinib. Hamoqat bir ayol bo'lsam bo'ladi. Demiqingni qiqib qo'ysang qiliqlarimga. Yiplaringga chigilib qismatlaringni. Ömrümni yem qilatdim beliqlaringga. Men shundaq bir ayol bo'lsam bo'ladi. Jinim bilan jiningdiki o'tni alg'odek. Bir siqim kul bo'lsam alqiningdiki, meningsiz ko'kraking bo'shliq qalg'udek. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2025 dekabr Janvat unga edindi. Aman bo'laydi. Xayr xo'sh.